Mana vallahi do'stlar yaxshimi? O'sha jabörek, mayborek qachon kim ijod qilgan? Adam o'sha jabörek yeyishni yaxshi ko'rganlar, menga ham yaxshi ko'radi deb qo'yaman. Men sizlarga bugun kelgan bo'lsam, o'sha qo'y jigirda ishonchli qilib, yeyish qilib, o'sha mayborekni qanday tayyorlash so'ngida aytadilar. Unda qasam filmga qo'llash uchun bir tal jirkanlarni ayirmay besib qo'yaysizlar, ham qalqal deb yo'llab qo'yaman. Hamsa filmni ayiq so'yanglar. Tepsida qaysi do'ldirlar ketadi, hamma tepsiga deb qo'yamiz. Hamsa boshlab ketdik. Bunga kilogram material qo'y jigiri bo'lsin bo'ldi, kal jigiri bo'lsin bo'ldi. Yan qo'y jigiri, kal jigiri. Anda piyaz, ko'klarda, qizlar bo'lsin bo'ldi, anda qo'rqmay. Anda men do'ldirlar ketadi, uni ayirib qo'yib ya. Hamsa boshlab ketdik. Qo'y jigirini avval kesib olamiz. Bunu ben izleyici maçınızda teşkil olmayız. Pek izletmeyimiz dostlar. Pek izletmeyimiz. Ben tepsiyle görevlenmişim. Pek izletmeyimiz. Mana tayyor bo'ldi ha. Almışlar 90'lar bo'ldi. 3 kilo vatandan bo'lmaydi. Biz almışlar 90'lar bo'ldi. Bo'ldi, tayyor bo'ldi bu. Endi mana bu dast to'kib buni. Hozir dast to'kib olamiz. Biz kilogram piyaz, quyruq maydanini olamiz endi. Mana quyruq may sekretariatini tayyor qildik do'stlar. Bunu to'kamiz. Aziz do'stlar, eng muhim yer keldi. Mushkiterlik bo'lgan do'ldirmakni olsak deb turman. Birinchi tuz. Tuzni muvofiq miqdorda tutamiz, muvofiq miqdorda. Tuz. Ondan mana bu bajo xojo, yenilik do'ldirmakdan 30 gram atrofida sasana bo'ldi. Ondan mana qarmochni 5 qo'shib sasana bo'ldi. Ondan zira. Zirgimishni muvofiq sasana bo'ldi. Ondan azroq so'qoq suv. Ondan vijon. Vijondan azroq az miqdorda solsa, ondan buni tekshir aralashtiramiz işte. Bunu tekshir aralashtiramiz ha. Bilan mutlaq tekshir aralashtiramiz. Ismi. Unda bo'lsa bizning jabirekning qiymati tayyor bo'ldi. Endi tugish boshlaymiz ha. Endi tugishlar yana. Tafsilli ko'raman do'stlar. Cho'qim payt videolarga. Okay. Bu yerga qo'shib taqdim etilib, oldindan maxsusdan yapamiz. Endi bundan kelib, chim o'rab tutib olamiz bana. O'rab endi asal ortiqqa kesilib tushadi, kesik bo'ladi. Kesimiz. Endi mana zikda, mana shu bo'yicha qo'yamiz. Bu joyga kelamiz. Biz endi to'noda tushunamiz, mana mayborekdan shuna yaqat ziq qilib oldik. Endi bo'lsa mana ayib asal qismlar bo'lib turib qismlar bo'ldi. Endi shuni tayyor qilamiz buni. Shuna o'xshagan mayborek. Mana bayab tayyor qilgan mayborek tayyor bo'ldi. Buni mana shunda maydan chiqarib tashlab. Bak. Bunu şunda sirip. Bunu hozir o'zimiz yaptırgan baza. Zarlan sipib tasha. Bijirin. Endi bizniki bunda piyaz shantayda bor. Hozir shantay. Piyaz bilan yeydigan bo'lsak ham ajoyib bo'ladi. O'xshatdim usta.